Hammaga salom do'stlar. Like va obuna bo'lishni unutmang. Voy, odam charchab ketdi-yu. Ketdik endi. Voy, nima bo'lyapti? Ha, mayli, ketdik. Voy, Go'ngqongiz degan qishloqning uyi yonib ketibdi-ku. Ha. Ketdikman. Endi mening kirkam ham qolibdi. Ketdik. Yonmasdan asta olamiz. Ketdik. Ko'prik bilan ketamiz. Ko'priklarni sindirib ketamiz. Sindiramiz hammasini. Ketdik. Go'ngqongiz degan qishloqi hali mendan afsuslanadi. O'zi Go'ngqongiz bo'lishi uchun. Ha. Do'stlar, bugun sizlar bilan qishloqni portlatamiz. Endi bombani olishga tayyor turing. Ketdik. Bombani olamiz va zajigalkani olamiz. Endi chiqamiz. Yana nimani olish esimdan chiqmadimi? Ketdik, endi chiqamiz. Boshqasini yo'q, hech nima olmabmiz. Hammasini yoqib yuboramiz. Ha. Bizlar yovuzmizlar. Ha. Birinchi meni Go'ngqongiz degan qishloqning uyidan boshlaymiz. Ha. Endi Go'ngqongiz o'zi bo'lib qoladi. Qani bombalarni olib portlatishni boshlaymiz. Yes, ana qo'ydik. Hozir portlatamiz. Ana qo'ydik. Endi jetilar meni kimligimni bilib qo'ysin. Ha. Endi voy boshqa qo'yilmaydimi bu? Ha, endi yoqamiz. Ha, yoqdik. Taxtani yoqibman-ku. Hozir bombani yoqamiz. Endi portlatamiz. Mana endi qishloqlar meni kimligimni bilib qo'yishadi. Ha, endi men lavani olib qishloqni yoqib yuboraman. Ha, to'g'ri eshitdingiz, yoqib yuboraman. Men bu yerni yoqib yuboraman. Meni Go'ngqongiz degan ham o'g'ri degan jetellarni qasos olaman. Ketdim endi. Qishloqni birinchi hamma joyini yoqib yuborish kerak. Qo'y ham o'tiribdi yo'q deb hamma joyini yoqib o'tiraman. Ha, keyin ketaman. Ularni qamoqqa qo'yaman va ularni o'ldiraman. Yordam beringlar. Bu jinni bo'lganmi? Ulug' jinni bo'lganmisan? Ha, yordam. Nima bo'ldi? Nima deyapsan? Nimalar qilib tashlayapsan? O'zingdan betofiq ovsar. Turqingga bir qarasangchi, so'tak. Ket qishlog'imizdan, ket, yo'qol. Jin bor, hozir seni yoqib yuboraman. Ha. Endi men ketdim. Qishloqni yana yarmini yoqaman. Go'ngqongiz degan odamni hammasini o'ldirib yuboraman. Ketdi. Ana buni qo'yyapmiz. Ana qo'ydik. Jetel bor ekan. Qurigan polizni yondirib tashlaymiz. Ketdik. Qishloqni unisini ham yondiramiz. Ketdik. Nimalar qilyapsan, ulug'? To'xta. Ey, nima qilyapsan axir? To'xta. Voy, meni yo'qma meni. Voy, yo'qma. Yo'q. Mayli, qolgan ishlarimizni davom ettiramiz. Ketdik. Yondiramiz. Yondirdik. Ketdik. Go'ngqongiz deyish sallaga emas. Ketdik. Ha, ketdik. Yondiramiz. Hamma qishloqni yondiramiz. Pojar qildiramiz. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Voydan, ulug' kelyapti. Qoch. Mendan qocholmaysan hech qachon. Go'ngqongiz, ketdim men. Go'ngqongizni yondirib yuboraman. Uylarini birinchi yondirish kerak. Go'ngqongiz merni. Ketdik. Like bosinglar do'stlar. Video yaxshi chiqqan. Juda ham. Polizlarni ham yoqib yuboramiz. Ha. Ketdik.
Ey Go'ngqongiz. Ey. Ey. Hammangizni yoqib kul qilaman. Ha ha. Yetdim. Voy, bitta uy qolib ketibdi-ku. Nimaga aytmaysizlar? Men yondirishim kerak aslida. Nimaga aytmaysizlar? Go'ngqonqizlar. Ana u uyni ham yondirib tashlaymiz. Ketdik. Bu uy lava bilan yo'q qildi. Bo'ldi. Ha ha ha, yonib ketdi hamma joy. Aha, endi Go'ngqonqizni oldiga boraman. Yo'q, oldin bu yerni ham portlataylik. Keyin boramiz. Portlatish kerak. Portlatamiz. Bombalarni o'rnat. Davay. Keyin jetellarni ham yoqib yuborish kerak. Yonsam ham men o'lmayman endi. Endi bu yoqlarni ketdik. Alamimni olaman hali. Ketdik. Mana narsalarni, zajikalkani oldik. Böyle yoqamiz, yuboramiz. Endi portladi. Juda ham chiroyli portlash bo'ldi. Ana qishloqni ham portlatish kerak. Qani qishloq endi? Qishloq. Mana bu yerni ham portlatamiz. Ha. To'g'ri eshitdingiz. Ketdik. Narsasini olamiz. Qo'yamiz. Keyin bu yo'qlarni ham portlatib tashlaymiz. Ey, ulug' nimalar qilyapsan axir? Qilma, qishlog'imizni undan ko'ra qutqar. Biz senga nima qildik, ulug' to'xta. Mana yoqib yubordik. Chiroyli yoqdim. Endi bu yoqlardan ketamiz. Qamoqxonaga borib Go'ngqonqiz degan jetelni o'ldirishga boramiz. Do'stlar, like va obuna bo'lishni unutmang. Endi ketdik. Odam siqilib ketdi-yu, bir chakaylik. Ey tovuq, sen nima deb o'ylaysan? Ularga jazo beramizmi? Ha? Beramizmi? Qo'qqoq, men bilmayman. Menga tomoq kerak. Voy, don kerak, don. Ha, sendan so'rashning foydasi yo'q. Ey, to'xta, o'rgimchak. Sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Ana u Go'ngqonqizlarga jazo beraylikmi yoki bermaylikmi? Menga nima deysan? Menga go'sht kerak, go'sht. Jazo ber. Ha, ketdik endi jazo berarkanimiz. Ey, nimani tanlaysan? Ey, to'xta, ulug', bizni kechir. Biz xatoyimizni tushundik. Ulug', to'xta, iltimos, bizni kechir. Meni qo'yib yubor. Meni farzandlarim bor axir, iltimos, ulug'. O'tinib so'raymiz. Shu bola-chaqa ham, iltimos. Shunday qilma. Xo'p, jetellar o'zingiz tanlang. Qanday o'lmoqchisiz? Ulug', bu nima deganing? Hazillashyapsan-a? O'rtoq. Bizni qo'yib yuborasan-a? Javob ber. Nega meni Go'ngqonqiz deding? Ha, javob ber. U bet hazillashib aytgan edi. Bizni qo'yib yubor. Nega o'ynayverasan? Sen undan ko'ra 12 million dollarni cho'z. Hey, bolakay, men senga aytyapman, bunga emas. Axir pulim uyimda-ku, amaki. Menga farqi yo'q. Qaysi sandiqda? Ha, aytqanchi. Sizlar meni kambag'al deb o'ylagandingizmi? Meni tortim bor. Ana tort. Ko'ryapsizlarmi? Ham qilichlarim ham bor. Endi tanlang, qaysi o'limni tanlamoqchisiz? Ha, tanlang. Unday qilma, iltimos, ulug'. Bizni qo'yib yuborsang yaxshi bo'lar edi. Hazillashyapsan-ku, to'g'rimi? Keling, bittadan so'rab chiqaman. Zombi bo'ladimi? Yo'q. O'qotarchi? Yo'q, yo'q. Biqimni o'zim xohlaganimni qilaman. Ulug', bizni qo'yib yubor, iltimos. Amakijon, bizni qo'yib yuboring. Voy, sen qanday o'sding? Sen darrov katta bo'ldingmi? Endi seni jazolayman. Sen kichkina bo'lding deb jazolamas edim. Endi seni ham jazolayman. Ha. Yo'q, iltimos, 12 million dollar beraman. Iltimos, meni qo'yib yuboring, amakijon. Balki skelet bilan o'ldirarman, ha?
Hozir 1 sekund o'limingizni kutib o'tiring. Xo'pmi? Xo'p. Mana hozir skelet olib olay. Oldim mana. Sindiramiz. Skeletni olamiz. Skelet bilan o'ldiramiz. Uloq jiddiy bo'lib qolganmi? Axir skelet bizni o'ldirmaydi-ku. Voy, bularni nimaga o'ldirmayapti? Nimaga? Axir nimaga? Jinnimisan? Axir men ularni o'ldirmayman-ku. Undan ko'ra zombini qo'y. Ha, demak zombini olarkanmiz. Zombi qani? Ana zombi atrofimizda turibdi. Ana endi o'ldiramiz. Voy, tegma menga. Voy, qo'yimga bor. Tegma. Tegmanglar menga, zombi tegma. Endi sening ham yoqib yuboraman zombi. Endi mollarni ham yondirib yuboraman. Ana bittasi yondi. Ikkinchisi hali yonmabdi. Qo'yamiz. Chiqamiz endi eshikni ochamiz. Chiqamiz. Tort erib ketmasa bo'ldi. Endi qo'ylarni ham qo'yamiz. Akalar, bu yeri endi shunchaki sho'xlik. Men sizlardan bir narsani iltimos qilardimki, meni kanalimga obuna va like bosishni unutmang. Men yangi Minecraft'derman. Meni qo'llab-quvvatlang, iltimos sizdan. Men shuni xohlardimki, Artifaktdek mashhur o'yinchi bo'lishni. Videoga like bosganlarga kattakon rahmat. Videoning 3-qismi 10 ta likedan keyin chiqadi. Sog' bo'ling. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Sizlarga oq yo'l.